Sen o'zingni ja aqlli deb bilsang, bu dunyo erkaklar uchun deb hisoblasang, qani sen menga tushuntirib berchi? Nimaga urushga ko'proq erkaklar ketadi? Ha? Bu dalil bo'la olmaydi. Ne erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq o'lishadi? O'zini ham o'ldirishi erkaklarda ko'proq. Agar bu dunyoda erkaklarga maza bo'lsa, nimaga pashshaga o'xshab o'lib ketishyapti? Shunaqa bo'lib qolgandir. Lekin baribir dunyoda ko'proq ayollar qiynaladi. Chunki sizlar erkaklar ayollarni uyda o'tirishga, bolalarni tarbiyalashga majburlaysizlar. Balki sayohat qilgim kelar, hayotdan zavq olishni xohlayman. Nimaga yo'q? Kechirib qo'yibsan. Sen uyda o'tirib, bolalarni tarbiya qilishga ering majburlamaydi. Bu onalik tuyg'usi. Bolalaringga bo'lgan muhabbating uchun shunaqa qilasan. Men seni cho'ta tushunmadim. O'shingda bilan aqling yo'qmi?